Yo, hammalaringga salom. Sizlar bilan Kriko bola. YouTube kanalimda sizlar ko'rib turganimdan xursandman. Qarochi, bugungi video nima bo'ladi sizlarning? Bugungi videoda men sizlarga uyimni ko'rsatib chiqaman. Jonlida yengil qurib qo'yganman, zerikanda. Endi mana mani uyim. Qarochi, bu zonada ko'p o'ynayman endi. Videolar olaman, xudo xolasa. Sizlar like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, men quvvatlayotgan bo'lasizlar. Qarochi, men bo'lsam videoni boshlayman. Qarochi, kamerani to'g'rilab olay. Xo'sh, bo'lsam mana polizim. Ikkita daraxt. Qarochi, mayda fonarik qo'yib qo'yganman. O'zim qurgan ko'prik. Daraxt qaranglar. Umuman go'zal turadi mana shu daraxt. Mana yerda meni shaxtam bor. Mana to'rtta tomonga qarab ketgan, mana mashina ketaveradi. Qarochi, buni oxiriga borib ko'rsatguncha vaqt ko'p ketib qoladi. Babi sizlarga menga hech qanaqa foydasi tegmaydi. Uni oxirigacha borib ko'rsatganimni. Shuning uchun bolalar hozir endi uyni ko'rishga o'tamiz. Mana uyim, bu birinchi qurgan uyim, mana raqami 1. Qarochi, kirganda bayt bo'sh, zal, keyin vaqtga kirsa verstagim, keyin mana ular, ana ikkita pechkam, ko'miri bor ekan yaxshi, sondig'im. Shunaqa. Qarochi, bu yotadigan xonam. Bitta versak bor. Rasm qo'yib qo'yganman qo'rqinchli. Mana qarochi, mayda divanim, mashina toppada tashlayman, yotaveraman. Xo'sh. Qarochi, bayt mana uyimni tomi, mana. Yomon qatayotgan bo'lsa, uzr, telefonda o'ynayman, ko'rib turganlaringdek. Telefonim slabi. Mana tom. Qarochi, qistab bo'lsa, sizlarki band bo'lsa, mana meniki kelaverasizlar. Qog'oz olib kelib qo'yganman. Mana bitta tovuqlarim. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 ta ekan tovug'im. Mana bitta eshagim, Ahmadjonim. Mo'mina tulporim. Mana yaxshi ot, zo'r ot. Vaqa yangi qurdim, noodatiy edim. Keyin mashina dam olib ketaverasizlar. Qarochi, bekka yana qulayliklar qilaman agar mana shu videoda 10 ta like yig'ilsa. Qarochi, bitta dacha degan video olayotgandim, 3-qismi chiqmaydi, chunki sizlar 10 ta like yig'ib bermadilaring. Agar mashinaga chiqarsa 10 ta like yig'ib bersalaring, bekka yana ko'proq narsa qilaman. Qarochi, nima deyishni ham bilmayapman, betni kuchaytiramiz. Mana bet вообще noodatiy, qaranglar, derazam pastda turgan. Xullas, ta'rifga to'la ojiz. Mana shunaqa yerda mana toshlar, taxtalar yotibdi. Baytni ham to'ldirib, mana ikkimdek ko'prik qilib, nari tomon oyog'i aqqa o'tsa bo'lmaydigan qilamiz. Ikkita qayiq qo'yib qo'yaman, qayiq qo'yadigan joy. Qarochi, zo'r qilib qo'yaman-da bolalar. Endi mayda bitta joy qoldi, mana. Buni ikkinchi bo'lib qurganman, 2-raqamli. Qarochi, mayda nariyoq bo'lsa bo'ladi. Bu yerda rasm bor edi, qaysidir buzg'unchi buzib ketibdi.
Lekin men anchadan beri kirmadim. Ishim bilan ulamadim. Bu tomondagi bunaqa taxtalar yo'q, rasm ham yo'q. Yo'qolibdi daqiqadir. O'tiradan import qizilidan. O, mayda soxat ham bor aytgancha mana. Soxat bor. Ana aytdimmi? Короче, shunaqa sizlar bilan uyim ko'rib chiqdik. Naryoqda qishloq bor. Nima desam bo'ladi? Mayda yana daraxtlar bor. Shunaqa qilib, bo'lmasam bugun videoni tugatsam ham bo'ladi. Agar shu videoga aytganimdek 10 ta like yig'salaring, boshqa qo'y yoki mol ham boqib olaman, nariyoqqa chiroyli joy qilaman, to'sishim ham mumkin, ag'da dacha qilib yuborishim mumkin. Короче, ancha kuchayadi. Keyingi videoda ana 6 ta bo'lishdi. Xullas, shunaqa gaplar borlar. Sizlar menga obuna bo'lib, mana shu videoga like bosinglar. Men video qo'yishda davom etaman. Hammalaringga xayr.